yashaydi. Million yuraklar didda savol bor. Har kuni osmon tomon qaragan ko'zlar bir kun kelishingizni kutadi takror. Biz ham armiymiz, biz ham shu yerdamiz. Yuragimizda sizning ovozingiz bor. Siz aytgan qo'shiqlar bilan ulg'aydik. Har bir so'zingiz biz uchun bahor. Sal uzoq, yo'llar uzoq bo'lsa ham yurak masofani his qilmaydi. Telefon ekranidan qarab turib ham bu mehr hech qachon kamaymaydi. BTS, nega O'zbekistonga kelmaysiz? Bu yerda ham sizni kutgan qalblar bor. Ranjibel O'zbekiston osmonida ham sizning qo'shiqlaringiz yangraydi har bahor. Biz ham sizni sahnada ko'rishni istaymiz. Faqat ekrandan emas, yonimizda. Bir kun salom armiy degan ovozingizni eshitishni kutamiz yuragimizda. Yillar davomida kutdik sabr bilan, har bir yangilikni umid bilan qarshi oldik. Dunyoning turli joylariga borganda biz ham o'sha kunni orzu qilib qoldik. Balki bilmassiz bizning hislarimizni, balki uzoqdir biz turgan manzil. Lekin biling, O'zbekiston armiylari sizni kutmoqda mehr bilan har yil. BTS, bir kun keling bu yurtga. Ko'ring bizdagi samimiy sevgini. Ranjitin O'zbekiston bayrog'i ostida birga kuylaylik eng go'zal qo'shiqni. Bu shunchaki konsert emas biz uchun. Bu amalga oshgan katta bir orzu. Yetti ovoz va minglab yurak bir sahnada uchrashgan kun bo'lsin bu. BTS, nega O'zbekistonga kelmaysiz? Biz ham sizning hikoyangizdamiz. Koreyadan uzoqda bo'lsak ham Har doim siz bilan birgamiz surat yetib.